Gap qilaverayamsan, muzikalarim to'xtab qoldi. Xo'sh keldinglar, Guli Maqsud kanaliga. Bugun taqdim bag'din so'zlab baqayli deb o'tirib chiqdim. YouTube kanalimda naq maydonni boshlab 22 qitimliq naq maydon suhbatimda taqdim bag'din so'zlab qaytapman deb boshlanmaylam. Yo, bir qizil baloqdan birini oldim qo'y. Rahmat, DK, rahmat. Yaxshimisiz? Good job, thank you. Qaytib qoldingiz. Shu qaytib keladigan har qitimliq bir hozirchu. Hozir yaxshi chiqayotganda naqshi muzikalar bilan o'zimizdagi muqam muzikasi bilan boshlab bu ve yarım saat bir saat atrofida taqdim bag'dim paranglashqa sizlarga xo'shalnarliq xabarlar bilan gap qilay desam, Uyg'ur rap. Muqam rap deb belgisam chiqam diye. Hazır yaxshi chiqyotganda rahmat Farruh Abdug'ani. Rahmat. Üçbadi çalanda. Eşki muqam müzikasi mal, peşideki müzik pek çıraylık. Bu nemni muzikasi desa esimda qilishcha biz kichik chog'larda ko'radigan G'uncham dramasining muzikasi. G'uncham dramasida G'uncham Nuri atab aytgan bir naqshi bormi? Bir Fatamxon bilan ishkisi. Fatamxon bir kuni gulni ko'tarib kirsa, G'uncham naqshi aytadi-ku, rasmni etqin jon anay gulni kim tezdi deb aytadigan bir naqshi bor. Aşniki muzikasini ma 12 muqam rap qatarida shuni chiroyli aytib ekan, to'q ansam zerikmayman degandek. Naqshlarni to'lab ketib borman qo'yamdi. Oldingi 2 qatimliq, 3 qatimliq shu videolarda shu odamniki ko'ngilni yaram qildiganlar bir ishlar to'g'riliq so'zlab ketdim. Endi bo'lsin taqdim bag'din paranglashqa shundaqiligi ruhliqroq bir o'tiraylikmikin deb 22 qatimliq suhbatni shu medialar to'g'riliq. Siz qaysi media platformalarni ishlatasiz? Qanchalik vaqt sarf qilasiz? Hayotingizdagi o'rni qandoq degandek bir temalarni so'zlab o'zimniki ba'zi bir qiziq hikoyalarimni sizlarga so'zlab beray deb o'yladim. Ham qiziq, ham ochiq deymanmi? Hozirgi real turmushimizdagi hammamizga o'rtaq bo'lgan bir qism hikoyalar bor. Ba'zilarini qiziqarli desam, ba'zilarini ochiq desam, ko'z yoshlari bilan o'tgan kunlarni qaytib qo'shib degandek bir hikoyalarim boshlandi so'ziga medianinki kuchidan qanday foydalanish, o'zimizning hayotga bo'lgan ta'sir qanday degandek mazmunlar to'g'risida so'zlash taqdimotini so'zlaylik deb nim qildim. Men o'tgan yili 2019-yili 6-oydan boshlab YouTube kanalimda so'zlagan shu har xil mazmunlarda dastlabda Kanadaniki visi to'g'riliq, Kanadaniki turmush to'g'riliq, keyin Uyg'urlar to'g'riliq, hozir bo'layotgan ishlar to'g'riliq degandek ananikini borib Uyg'ur YouTuberlar uchun deb bir muncha videolarni ishladim. Yomon emas ta'sir bo'layotdi, shuning bilan yangi YouTube kanallari chiqdi. Meniki maqsadim shunday shu ilqiy texnik ko'p Uyg'urlar o'tirg'i chiqsa ekan deb shunday umid qilib, shunday ilqiy kimlar qandaqlikin Uyg'ur YouTube kanallari bo'lsa shu bir tashviq qilib o'zaro shu qo'llashib degandek tashviqotlar bilan shug'ullanib ta'sir bo'ladi ekan, yaxshi bo'ladi ekan. Shuning bilan tunugin va bugun YouTube va Facebookga qarab baxsam odamlar texnik qo'shal qiladigan Yaponiyadagi Tokio shahridagi Uyg'ur yoshlarninki yangidan boshlagan bir YouTube kanali shunday yaxshi ekanda, shuni ko'rib shunday suyundim bularniki qilayotgan ishlaridan. Hozir birlikda ko'rib baxsak,
hozir share screen qilib o'zniklar shu videoni o'zini ham ko'rsatay sizlarga. Birinchi bu so'zlashgan videolarini Coffee Time Zero deb boshlabdi. Yaponiyanınki Tokyo shahridagi eng avod bir joyga berib, Yaponiyanınki madaniyati degandeklarni so'zlaydi ekan, shu yerdagi oliy maktab o'quvchilarining turmushi degandeklarni so'zlaydi ekan. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar, programmamizga ko'ngillarga ko'p rahmat. Oldi bilan biz bu programmamizning eng yorqin nuqtalarini tanishtirib o'tmoqchimiz. Programmamiz haqiqatan bu yangicha ideyalarga, yangicha uslublarga to'lgan programma. Bu programmamizdagi riyosatchilarimiz intayin sarxil. Shaxsan men Diyar Abdurahim, necha vaqtdan sizlarni xizmatinglarda o'tayotgan riyosatchi do'stlar. Onadagi bu yoqdisi bo'lsa, mening kasbdosh inim Shafqat. Sizlarga yangi kanal tanishtirmoqchi. Kanalning ismi A Dilyar debdi. Yaponiyadagi Tokyo shahridagi shu Uyg'ur o'quvchilarning shu ko'chalarda boshqalar bilan paranglashgan, Yaponiyaning madaniyatini tanishtiradigan, Uyg'urlarning madaniyati to'g'riliq so'zlaydigan, o'shadagi o'quvchilarning turmushi, ilg'or fan texnika, qurilishlar degandek hamma bor ekan. Bir kurs ko'rib olsanglar shu nimadagi ismi, shuni copy paste qilib qo'yayman. A Dilyar degan ism bo'yicha izlasanglar Yaponiyadagi Uyg'ur yoshlarninki Assalomu alaykum. Ismim Shafqat Juratulna. Alaykum assalom. Bu Shafqat inimiz azroq jiddiy ajajalning qoldi ishlabchi. Unda bo'lsa bu yoqda kelimiz bo'lsa, men bilan bir oliy maktabda o'qiyotgan bizniki dangliq operator inimiz Sulhatninki salomini ko'rmanlar bilan bir salomlashib o'tgan bo'lsa. Assalomu alaykum ko'rmanlar. Ismim Sulat Usun o'zim. O'zim G'o'jadan. Ben bu sefer olup git parmağımız geliyorum da. Hoşundan görmenler biz turottan bu joy bo'lsa Yaponiyaniki Tokyo'ningki eng muhim o'rinlardan birisi bo'lgan shundaqla kundalik iqlim miqdori ko'pchilikning arish yo'lishini tavsiya qilib sizlarga bu 3 yoshninki qilgan ishlaridan so'yinib bo'lsa ko'proq Uyg'urlar o'tirib chiqsgan. Mayli siz siyosatga aralashing yoki aralashmang, qilib Uyg'ur degan bir odam bir social mediada chiqsgan degan umidda. Anandan keyin u so'zlamdi Uyg'ur to'g'riliq kameraga chiqqandan keyin dastlabda shundan boshlandi. Bu boshqa gaplarga aralashmay, siyosiyga aralashmay, lekin bora kameraga chiqqan odam o'zini qaytadan bir tunib, o'ziniki Uyg'urligini anandan keyin shu nima deymiz? Bara texim yurak yo'g'onlab deymizmi? Nurg'un doiralarga bunaqalar hammasi step by step deymanmi? Azazdan boshlanib, keyin bara haqiqiy Uyg'ur uchun deb so'qadigan yurak texim ochiq oshkora holda uyushtirma faoliyatchilarni ochiq oshkora maydonga chiqadigan bu media ekan shu o'zimizniki alohidligini joriy qildiradigan, o'zimizdagi bilimni ko'pchilik bilan ham bahramlanadigan shunday usullar orqali kanalning shu Uyg'ur degan millatninki bolalarini, yoshlarini shu to'r sohasida har qaysi social medianiki platformalarda texnik jihatib Uyg'urniki yo'qolib ketish oldida turgan bu millatga shu gaplarimni topolmayman, ketib borman bu. Demakchi bo'lganim shu foydali mushundaq mazmunlar bo'lsa, ko'pchilik bilan aloqalashsanglar bo'ladi-ku, shu nimamda o'zimniki YouTube kanalimda, Facebookda o'zaro shu hamkorlashib, o'zaro e'lonlarni ishlashib, bir-birimizni tashviq qilishib, birlikda ilgarilaylik demakchi. Yana ozroqman ko'rib boqandim. 176 odam qitimga soniga yetadigan cho'ng bekatlarning birisi. Bu Shibuya deb ataladigan bekat bo'lib, bu bekat haqiqatan nurg'ulg'an kino filmlarda asos. Unda bo'lsa, bu Shafqat siz doim Shibuya kelamsiz. Men bek kelmanchim abi. Sen neymiş qilib kelsiz? Bunda nurg'ulg'an donliq markalar kiyim-kechak bo'lsa, qadrli ko'rmanlar biz birlikda bu yerdagi yana bir yorqin sayat o'rinlarining birisi bo'lgan
bir hikoyani so'zlab bermoqchimiz bizlar birga. Hamma. Hikoyani anlamoqchi bo'lsanglar, o'zinglar shu YouTube kanaliga kirib, kim qo'ysa, shu berib ziyorat qilsin. Adam, ularda 1 2 3 ha, Shafqat. Unda bo'lsa, muborak bo'lsin sizdan tanlanganingizga. Unda bo'lsa, qadrli ko'rmanlar. Valaniki qilgan ishidan pek suyundim rost gapini qilsamjimi. Ko'pchilik qiziqadiganlar bo'lsa, hikoya qiziqadiganlar bo'lsa, Tokio shahridagi turmushga va Alimitov o'quvchilarniki turmushi qiziqadiganlar bo'lsa, Dilyar degan nimaga kirib, YouTube kanaliga kirib, videosini to'liq ko'rib baqsanglar bo'ladi. Shundaq qilib, erkin azoda shu so'zlash orqali shundaq videolarni ishlab, boshqa tillardagi boshqa videolarni ko'rsanglarmi, shunchalik oddiy bir narsa, lekin shundaq foydali bir narsada, hatto million qatimliq ko'rilishi bor bo'lgan narsalarga qarab baqsanglarmi, bu oddiy video ekan deb o'ylab qolasizlar. Oshniki ishlash usublari degandek ish qilib bizniki Uyg'urlarniki YouTube kanallarida arxil ashundaq bir narsa ko'plab chiqishi kerak deb o'ylab anonki yangi uchratgan YouTube kanali ekan, shuning bilan sizlar bilan o'rtoqlashay deb tanishtirg'ash. Bu nimani ko'z boshdan oxir ko'rsanglar, bularniki paranglishi uslubimi shundaq nimda bir xil odamga jo'shqin zo'q ato qiladigan siznimda kulimsirab o'tirib ko'ngizdigan bir xil ruhiy kayfiyatga shundaq yaxshi shundaq videolar chiqmoqchi ekandim deyman. Bundan keyin davomli tirishib ishlasa texmo yaxshi bizdagi shundaq psychological ruhiy jihatdan bak zarba yeb ketgan biz xalqqa texmo shundaq ruhlantiradigan videolar ko'plab o'tirib chiqsa texmo yaxshi. Men mikrofonni Shafqatga berman. Shafqat mush vaqtidagi shu yoshlarniki qanday hissiyotlar bor? Shular bilan bir o'rtoqlashib baqsa, uningki bu Yaponiyaliklar ko'pinchisi Uyg'ur tiliga intan qiziqadi. Shularni tutib Uyg'urcha salomlarni bir ko'rmanlarga ham yo'l tutmoqda. Sizga. Arayatsangiz. Ular o'tiribdan boshqalar bilan yerliklar bilan tanishib, Uyg'ur tili gaplarni o'zaro o'rgatishib, rahmat, yaxshimisiz deganlarni deyishib, degandek shundaq yerlik kishilar bilan tanishib ishlaydigan videolar menga yoqdi-da. Bizniki Uyg'urlarniki ichidimi, shundaq boshlangan turklar bilan tanishib ishlaydigan bir video Uyg'ur biz deb YouTube kanali bor. U shundaq dastlab shundaq boshladi. Ammo u Yaponiyadagi bu 3 yoshninki qilgan ishidan suyunib sizlarga tavsiya qilay dedim. Shu. Oxirini biroz ko'raylik. O yerdan bu yerdan. Unda bo'lsa, Bay Shafqatning do'sti bilan biz ko'mmamda bu shaxs ko'rdi yo'qmi? Bu 109 ne? To'xtanglar, bir şey şu mu emasmi? Ben bir şey şu. Çünkü bu hazır söyledi işini yaxshi yapamadı şu. Şunun şu itilmay qolgan şu. Ko'chadagi nimalarganda Yaponiyadagi bu hozirgacha Tokioniki 5 o'rniga o'rnashtirgan sınaqlarımızda ishlatilyapti. Unda bo'lsa so'ylab sizdan hissiyotingiz qanaqroq? Mening hissiyotim bo'lsa, biroz ilg'orga texnikalar bizni qanday qildi o'yish bitilmadi shaxsan. Ama bu bir ensirab qoldi biroz shaxsan. Chunki bu teshini ko'rib turayotgandan keyin, agar ko'rinib qolarmi degan ortiqcha bir xiyollarmi bor, yo'q degan shaxsan men nazorat bo'lib qoldi uchun. Shunga kirmaslikka qarab Baş qadrli ko'rmanlar, bugun programmamizni intayin yaxshi davomlashtirdik. Unda bo'lsa, eng oxirida programmamizning eng oxirgi bosqichida bizniki yosh talant sozanda do'stimiz Shafqat inimiz qanaq ekan deysanglar, boya Yaponiyadagi ommaviy hojatxonadan birini tanishtiribdi-da. Uningki nemsi ishini qulublab qo'ysa, sirtadagilarni ko'ngil bo'lmaydigan ananki yarim soatdan keyin avtomatik chiroq yenib ketadigan ko'rinadigan bo'lib qoldi ekan. Nima desa, har xil ishlar yuz berib qilishi mumkin bo'lib yashanganlar ommaviy tozaliq ishlatgan chog'da ichida masalan o'shdan ketib qilish degandek ahvollarni yuz berishini oldini olish uchun u ichi kirgan odam yarim soatdan keyin avtomatik sirtdagilar ko'ra oladigan sirti
aşındaq ilğar texnikalik işlengen ammaviy tozliq öy ekan, shuni tunishtiribdi. Ishqilib shundaq Yaponiyaningki ilg'or fan texnikasini ishqilib 3 yosh o'tirg'i chiqib shundaq so'zlagandan keyin bizningki uyg'urcha bir narsani ko'rish istigimiz, uyg'ur tilidagi bir narsani anglab shundaq yurak joylarimizda naqshlanbog'i bir uyg'ur ko'rinsa shiraq-shiraqdin deb shundaq suyunib ketimiz. Shundaq uyg'ur tilidagi YouTube kanallarining texnik ko'plab chiqishini tavsiya qilaman. Albatta boshqa tillardagi Uyg'urlarniki boshqa tillarda dunyoga anglatish, o'zimizni tanitish qatorliq jihatlarda o'zimizga madaniyatini, o'zimizga hozirgi ahvolni degandek boshqa tillarda bo'lsa albatta yaxshi, shularni qo'llayman. O'zimizga ona tiliga munosabat bo'lgan YouTube kanallarini cho'ng qo'llayman. O'zinglar kanallarni tashviq qilmoqchi bo'lsanglar, o'zinglarniki shu kanal ulanish adreslarini va o'zinglarniki shu videoniki ulanish adreslarini meniki videomniki ostiga yozib qo'ysanglar tamoman bo'ladi. Bu odam o'ziniki kanalini o'zi tunishtirmasa, YouTube'niki sistemasining ichidan avtomatik boshqalarga tunishtirib, uniki abonent sonini cheklashi intayin asta. O'zingiz kuch chiqarishingiz kerak. Har xil yerlarda, o'zingizga Facebook'larda, o'zingizga Instagram'larda, o'zingizga kanal to'g'ri so'zlasangiz boshqalarniki tepib sizga abon bo'lishi surati bak asta. Shuni o'zroq qo'llashimiz kerak. Meningki YouTube kanalimdagi videolarni ostiga inkaslarni yozish orqali o'zingizga kanallarini tashviq qilsangiz tamoman bo'ladi. Shu meniki oyog'ini chiqarib bo'lib o'ziniki intan yaxshi ko'rgan ig'iz garmondan kan ko'rinmalarga ozroq ko'ngil so'g'iz qilmoqchi. Bu og'inimiz shu ig'iz garmoni deb munchalik kichik ig'iz garmoni qaranglar, meniki muzika ig'iz garmon qaysi maktabda o'qiding ig'iz garmonni? Chilishni YouTube deb bir maktab bor. YouTube deganda bu har vaqt sozni endi esib yuradi. Esib turga qancha tor bor uniki? To'shigi bor. To'shikdan ne biz qayerda deb to'shigi bor ig'iz garmoniga shu orqali muzika chalg'ilib bo'ldi ekan. YouTube deb bir maktab bor ekan, shundan o'rgangan ekan. YouTube'da animani deb bilibdi, har qanday nimani topqilib bo'ladi. Nemaga qiziqsangiz o'rganadigan narsalaringiz shu YouTube'da nurg'un videolar bor. Ana bu qayliya. Unda 4 teshikdan necha xil ovoz chiqara olasiz? 4 teshikdan 8 ovoz. Qanday chiqarsiz 4 teshikdan 8 ovozni? Asti üstü çıkıyor. Büyüksü bir xil, tatsız bir xil emasmi? Tatsız mı çıkıyor ekan? Bugun bilib sizda buni? Shu. Taz yaxshi ko'raman. Baqirib baqaman o'sha. Ash chag'ash naqshid biradimsa, o'ra naqsha? Ya ne bu? Çıkalsın bu makya. Çıkalsın bu makya. Tamam sen kan görmedin. Resmi hacetxonaning oldida anglaydigan bo'lsak, hozir bizning Yaponiyada shu surat kelish jihatda intayin nom qozongan, xalqimizni intayin yaxshi ko'rayotgan nurg'ulg'an yangi asarlar bilan YouTube kanallarida keng ko'rinmalarniki yoqtirishiga, olqishiga erishib kelayotgan Baxtiyor inimiz o'zi operatorlik tatotidi. Baxtiyor inimiz bilan keyingi son programmalarimizda yana tafsiliy tanishib chiqamiz. Shafqat inimiz shunday surat inimizniki hamkorligi bilan bu programımız tuyuqsiz ro'yobga chiqdi. Bundan keyin yoqtirib ko'rishinglar uchun ko'nglimizni umid qilamiz. Har bir san programmamizda maqsadimiz shuki, Yaponiyadagi bizning shu chet el hayotidagi shu musofirlik hayotimiz, shundaqla o'qish hayotimiz, bizningki kunlik turmushimizdagi voqeliklar, shundaqla yangiliklar degandeklar bilan o'rtoqlashish bilan birga Yaponiyaningki örf-odat madaniyatini sizlarga tunishtirish, shundaqla fan texnikalarni asos qilgan holatda sizlarga har vaqt yan programmalarimizda yangicha mazmunlarni yo'llamoqchimiz. Bundan keyin davomli holda bizni chin ko'nglimizdan qo'llab turishinglarni tilakdoshmiz. Shundaqla har biringlarningki ishlarining futuq bo'lishiga chin ko'nglimizdan tilakdoshimiz bildiramiz. Sizlarga rahmat. Xalqimga rahmat. Bu
Bo'ldi, keyingi san programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Ha, intayın yaxşı kanal ekan. Qani boy yozib qo'ygandim. Abdurahim Dilyar Abdurahimmi? Abdurahim Dilyarmi qaysi? A Dilyar degan ismni kirgizib kanalga a'zo bo'lsanglar bo'ladi. Yaponiyadagi Uyg'ur yoshlariniki qilayotgan ishlar ekan, shunday yaxshi kanal ekan. Hammamiz ko'pchilik qo'llaylik. Uyg'ur tilidagi narsalarni o'zaro tashviq qilishib, yaxshi qo'llaylik. Inkasingizga qarab boqsam, voy DK $10 pul beradingizmi? Ko'pchilik rahmat. Unda qancha qahva taklif qilsanglar xo'sh bo'lamanjimi? $1, $2, $10 ya YouTube kanalımni qo'llag'ininglar bo'lib qolsin. Rahmat. Good job debdi. Thank you. Ketib qoldingiz deb harakatim boshlangan chog'da shu biroz shunday zo'r chekiyorum. Bilmadim. Kirib inkasizib qo'ygan barliq qarindoshlarga rahmat. O'zinglarningki YouTube kanallarini tashviq qilmoqchi bo'lsanglarmi, kanalimga kirib inkaslar yozib qo'ysanglar bo'ladi. Ushpada ikkilar qatimliq YouTube kanalimga muzikalarni qo'shgan chog'da ushpadni anglaylik ya. Aytmoqkan shu pek yaxshi chiroyli naqsha. Muqam ismi. Yoki bo'lmasa Uyg'ur muqam rap deb kirgizsanglar shu naqsh chiqadi. Mana bu qanbayga tunishtirgan kanalniki ismi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz. Mana sizniki iqtisod kanali to'g'riliq bir narsani so'zlaysiz-ku deyman. Kanalingizga kirgandim, shunday yaxshi bir narsalar bor ekan, davomli yo'llab turing. Qo'llaymiz, o'zaro qo'llashib. Bosh barmoq ustiga qaraganlar, ko'pchilik ko'rayotganlar, hozir ko'rayotganlar bo'lsa ustiga qaraganni yozib qo'yinglar. Bosh barmoqlarni ko'rsadim. Ko'nglim ko'tarilib qoldi desam, shunday. To'g'ri, oson emas shu. O'zaro hamkorlashib, o'zaro shunday bir-birimizni qo'llashib, qiyin ish yo'q alamda, ko'ngil qo'ygan odamgadir. Farruq. Nima qilib ketdingiz bayqa gapga? Bayqa. Obur nima ekan deb Qudusjon so'ragan savolingiz. Shu videoga qaytadan kirib ko'rib baqsangiz, Yaponiyadagi ommaviy oburnilar shundoq qoltis loyihalangan ekan, shundoq ichi ko'rinib turdi ekan, ichiga kirib qoliblagan aman sirtidan ko'rinmaydigan bo'lib qoldi ekan. Anandikin ichida yarim soat oshgandan keyin ham o'ziga sirtkilar ko'gili bo'ladigan holatda chiroq inib qoladi ekan. Bo'libmi yashanganlarniki ichida shu ma'lum bir tasodifiy hodisalarning yuz berishini oldini uchun shunday qilib hatto oburnilarni, Yaponiyadagi oburnilarni shunday ilg'or texnikalar bilan yasaydi ekanda. Tokio shahrini tanishtirib ko'rib baqsangiz bo'ladi. Gulnur, yaxshimisiz? Qizil gullarga rahmat, atir gullarga rahmat. Mening kanalim iqtisod, taraqqiyot, bilim, texnologiya. Yaxshi. Eliqi qachon oldingi bir qatim sizni kanalingizni izlab topman deb Muzaffar deb yozib baqdim, shu joyda chiqmay qolgandi. Hozir ko'pchilik men ismini to'g'ri ko'rasanglar, Muzaffar Dilmurod. Bak yaxshi foydali kanallar bor ekan, foydali mazmunlar bor ekan. Sap Uyg'urchadan. To'xtamay Uyg'ur tilidagi bir narsani to'xtamay yo'llab turaylik. Uyg'ur tilimiz yo'qolmaydi. Xitoy hukumati hozir Uyg'ur tilini, Mo'ng'ul tilini yo'qotamiz deb bu yerda vatnimizda bakchiq ishlar yuz berib ketib boradi. Ular qanchaki shundaq yo'qotish uchun kurash qilgan chog'da biz cho'qim o'zimizniki ona tilini saqlab qolish uchun shunchalik ko'p kuch chiqarishimiz kerak. So'zlasangiz bo'ladi, shundaq o'zingiz nima kasb o'qigan bo'lsangiz, o'zingizniki bilganlarini ko'pchilikdan nima qilsangiz, o'rtoqlashsangiz, anandikin nurg'un YouTube kanallari bor. Shu dastlabda asosda boshlab keyindanlik bo'lib bilqi obun sonlari jiqlab, anandikin shu xalagan vaqtda chiqib shundaq o'ziniki ko'rmanlar bilan o'zaro shundaq naq maydon paranglashadigan
yaxshi platform bo'libmi biz Uyg'urlar uchun texmo foydali. Men o'zimniki hikoyalar, qiziqarli hikoyalarni bir qo'l so'zlab o'tsam, qanday deysanglar, shu YouTube kanal hozir meniki turmushimdagi eng ma'nili bir qismi. Buning odatda hech bo'lmaganda haftada oz deganda 2 qatim ashunday bir narsalarni yo'llab turman, undan keyin Facebookda davomli bir narsalarni yo'llab turman degandek. Twitter'dagi faoliyat bo'lsa, asosan o'zimizniki Uyg'ur vaziyatiga oid, Uyg'urlarga oid xabarlar degandek inglizcha, butunlay inglizcha. YouTube kanalim bo'lsa butunlay Uyg'urcha. Facebookda anondan keyin shu Uyg'urcha, inglizcha, har xil demak. Tashviqot intayin ilg'ay shunday bir kuchli bir qurolkin bu media degan. Yolg'on tashviqot ishlash uchun Xitoy hukumatı millionlab pul xarjlab boshindaq yolg'on bir narsalarni qiladi. Biz bu yerda haqsiz bo'lgan bir narsalarimizni foydalanib, bir rost tashviqotimizni qilaylik, rost gaplarni o'tirg'a chiqaraylik. Xitoyniki yolg'ondan aytayotgan shunday yolg'on tashviqotlarga qarata o'zimiz shu rost gap qilib o'tirg'a chiqaylik. Deb shundaqiligi medialarniki kuchi, medialar orqali nima ishlarni qilib bo'ladi degandek shu mazmunlarda bugun taqdim bog'dan so'zlaylik deb 22-chi qatimliq Mahmaydon programmasida taqdim bog'dan so'zlab o'tirib chiqdim shundaq. Bu media boshlagandan keyin meniki boyitib o'tganimdek shu YouTube kanali hamda Facebook, hamda Twitter asosliq shu 3 qurol meniki asosliq ishlatadigan nimalarim. Social media platformda hozir sizlardan so'rab baqsam, sizlardan qaysini bakrak ishlatsalar degan o'rnlardan turib telefonlarni izlaysizlar o'ynoq. Hatto yuzini yuvishni ilgari shu telefondagi bir narsaga qarab deb, anandan keyin bir kunlik hayotinglarni faoliyatinglarni nima bo'lsa, avval ko'rdiinglarni nima bo'lsa, kimishga yozib qo'yib berganlarchi. Facebook, Twitter, Instagram, Undidar, yoki Douyin, TikTokdan bu ishlatadiganlar bormi, yo'qmi? Men kelarki videomda o'zimizniki qo'limizdan keladigan ishlari deb bir muncha tizimliklarni tizib qo'ydim. Kelar qatimliq Nahmaydon programmada bizning qo'limizdan keladigan ishlar, shunday ishlatadigan social medialar, andan keyin Xitoy torbatlaridan shu mazmunlarni izlash, shu Undidardan, Douyindan, shu o'zimizdagi Uyg'urlarga oid qo'limizdan nima ish kelsa shuni qilaylik deb qiladigan ishlar to'g'risida bir muncha bir narsani tizib qo'ydim. Bugun taqdim bog'dan so'zlab sizlar bilan ko'pchilikdan faranglashaylik deb mayga bir narsani yozdim. Gulnur, yaxshimisiz? Rahmat bayqi qizil gullaringiz. Atirgulak ko'p rahmat. Muzaffar, kanalingizniki davomliq gullanib, davomliq jiq abonentlarni o'zingizga a'zo qilib, texmo foydali bo'lgan texmo jiq mazmunlarni yo'llab turing. Qarsam 3 oygacha bir narsa yo'llamabsiz, bir qatim qarab baqsam, pat yo'llab turing. Sizga rahmat. Men sizdan kanalingizni qurib, Yaponiyadan Kanadaga kelgan. Sizga rahmat. Sorry? Men sizning kanalingizni ko'rib, Yaponiyadan Kanadaga kelgan. Voy! Bunday yaxshi xabarlarni olsa jab qo'shildi ekan-ya. Foydasi bo'ldimi? Shu qandaqiligi Kanadaga viza iltimos qilishda, shu torbatlarning ichidagi bir narsani nima qilib, va foydasi bo'lgan bo'lsa yaxshi o'tdi, bak xush bo'ldim. Sizga rahmat. Foydali deb qaragan bo'lsangiz, ham ko'pchilik foydali deb qarab bir narsani ko'rayotgan bo'lsa, men gapni olib ejib xush bo'ldim. Ottawaga kelsangiz aytdim. Men Ottawada, Kanada poytaxt Ottawa odatda yoz 7-oy mezgilda pek qizib ketadi. Bizniki Kanadaniki davlat bayrami kunida bu yili virus sababli sayohat ishlarimi hech qanday bo'lmadi. Instagram bilan YouTube'ga qaraysiz. Instagramga bakcha qarab ketmaydigan, uning asosan o'yin tomosha bakcha ekanchu. YouTube kanalini qarayman. YouTube'da YouTube Studio bor odatda. YouTube Studio app'niki Studio app ayrim emas, shuning ichiga qarab odatda
Her 24 saat texnikini bir yıllıqı analiz qilib chiqarib berdi emasmi? Masalan, sizningki videongizniki ko'rinishniki yıllıqı impression click through deydigan bir narsa bor. Necha % odam ko'rdi degandek, anandikini qancha minutda qanchalik odam turib ko'rdi degandek, shu o'zingizniki videoniki sifatini hammasini analiz qilib beradigan YouTube studiyaning ichiga kirib odatda men shuni bakrak qarayman. Andan keyin shu Twitter asosli qaraydiganim Twitter Uyg'urlar haqida chiqadigan xabarlar degandek. Undan keyin Mahir Margan, sizmi YouTube kanalım? Sizniki kanalingiz bor o'xshamamdi? Kanalingiz bor bo'lsa, teşvik qilsak bo'ladi, yozib qo'ying. Shu inkas qismlariga o'zingizniki kanallarini yozib qo'ysangiz bo'ladi. Qizilgullarga rahmat, atirgullarga rahmat, bosh barmoqlarga rahmat. Farruh, siz avval Gmail qaramsiz? Yaxshi. Men bu odatda Gmailning ichida ikki Gmail adresim bor. Keladigan emaillarni istiklam tugitib qo'ygandan keyin asosli qaraydiganim Twitter ekan. To'g'ri, bek foydali. Meniki videolarimda odamsiz. Aqlamsiz men davomli yo'llab turar, yangidan chiqayotgan siyosatlar bor. Hozir virus mezgilida bu Kanadadagi butun chegaralarini Amerikadan boshqa yerlarga hamsiga etib, hozir ichildimi, ichilmadimi qanday bo'ldi? Analikin yangidan ichilayotgan ko'chman qabul qilish siyosati. Bizniki Uyg'urlar odatda bu yerga shu sayohat vizasi yoki o'quvchilik vizasini olib kelib, mushat qilib qolgandan keyin panohlik yo'llarini izlaydi. Unda qilgandan ko'ra, Oshiyada turib, masalan, o'ziniki turayotgan davlatda turib, bevosita ko'chmanlikka iltimos qilsa, shuninki shu skilled workers deganni nima deymiz? Texnikalik ishchilarni qabul qilish degandagi Kanadaga ashkilar kamaylan bevosita shu permanent resident mishaniki mangulik o'tiraqlish xurasi bo'lgan shunday bir program siyosatlar bor. Shular to'g'riliq bir video ishlay. Foydali deb qaragan bo'lsam adamni ishlayman. Kepangizni anglab xo'sh bo'ldim, rahmat. Men sizga hozir haftada bir ishga yangi mazmun yo'llayapman. Angliz deganda haftada bir bo'lmasa shu 2dan 3dan yo'llab turing. Hozir ko'msi keyin ko'rdi, foydali mazmunlar ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Rufat Idrisov. Hoş geldiniz. Bugün shunday muhim tema yo'q, faqat erkin suhbat taqdim bag'dan paranglashimiz demakchi. O'zimizniki bu social medialarda qaysilarni ko'proq ishlatasiz? Qanday Mesela odatda o'zingiz iPhone ishlatadiganlar shu screen time deb haftada qanchalik kuniga necha soat taxminan har kuni buncha soat atrofida shu ekran qarab o'tiradigan degandek analizlarni chiqarib berdi emasmi? Shularning ichidan siz qanday o'zingiz qaysi social platformlardan foydalanyapsiz, qancha vaqt o'tkazyapsiz degandek mazmunlarni tema qilgan asosda erken suhbat qilay deb o'tirib chiqib oldim. Chiqamiz. Shu yarim soat ko'p bo'lsa 40 minut, yarim soat atrofida deb o'ylagan muqamnaqshini oldik. Yaponiyadagi 3 Uyg'ur yoshninki ishlagan yangi bir videosini, ya'ni yangi bir YouTube kanalini tanishtirdim. Andan keyin shunday inkaslarlar bilan paranglashqash YouTube kanalımda 22. katımda Nahmaydan kirmaylam. $10 pul aldım. Körürmenimden YouTube'dan muşundan pul tapqılı buludu eken. Burun sizlarga degan ishlagan aşı Uyg'ur YouTube kanalları ko'proq chiqsin deb shunaqa bir rag'batlantirish maqsadida sizlarga YouTube'da qanday pul topamiz deb bir mazmunlarni so'zlagan. YouTube'da 1000 abone yig'ib 4000 saat minut emasa 4000 saat 12 oyning ichida 4000 saat o'tkazgandan keyin shu YouTube shirkati avtomatik holda Google'niki e'lonlarini avtomatik shu e'lon chiqarganini qilib qo'ydi. Siz monetization degan iltimos qilib qo'ysangizlar, odatda bir oyning ichida shu sizniki qanoningizni tekshirib shu 4000 saatga to'shdimi, menga abonent bormi yo'qmi degandeklarni tekshirib monetization ochiladi. Qanongizda dollar belgisi ko'ringandan boshlab siz videolaringizni ishlaverasiz.
Her qaysi yerlerden videolarınızı kişiler gördü. Mesela Amerika'dan 1000 adam ko'rgan bo'lsa bir videolarınızı her 1000 qatımlıq adada devletlarniki o'xshamaydi-ku. CPM deydigan bir narsa bor. Men ilgirki videolarimda bir qism videolarimda shunday so'zlagan. CPM o'xshamaydi. Mesela Kanadadan 1000 adam ko'rgan bo'lsa, har biri 1000 ko'rilish qatım soni bor bo'lgan videoga odatda $5 $7 degandek atrofida keladi. Amerikaniki bo'lsa undan chuqurroq. Başka Avrasya rayonlaridagi va Turkiyadagilarniki har 1000 qatımliqiga şu $1 70-80 sentden deb shunday hisoblaydi. Şunlaşqa bizningki Uyg'ur tilidagi videolar bo'lsa, dunyoning hamma yerida bor bo'lganligidan o'tir hisoblan har bir video odatda 1000 qatim ko'rilgan bo'lsa $2 $3 keladi. Andan keyin siz shunday so'zlash jarayonida nahmaydan taqatgan vaqtlaringizda yoki bo'lmasa videoni tayyorlagan vaqtingizda Premiere deb qo'ysiz emasmi? Ko'pchilikdan tan ko'rgan xuddi nahmaydan taqtotganga o'xshash ko'pchilikdan tan ko'rgan qilib taqatsangiz nahmaydonni ko'rayotganlar shundoq qizil baloqlarni yetadi sizga. Buni super chatmi deb qo'ymiz, super stickermi deb qo'ymiz, ikki xil yo'li bor. O'sha taqil bo'ladi. Va hozirgacha 2 qatim YouTube kanalidan pul oldim. 4-chi oyda bir qatim oldim. Necha kundan oldida yana bir qatim oldim. YouTube'dan pul topqili bo'ladi. Shunlashqa o'zinglarniki qiziqishi, ishdan sirtqi, ashuna qildigan ishlaringlar qatorida o'zinglarniki bilimini ko'pchilikdan ham bahralash usul orqali qilsanglar, shu bir necha yillar o'tgandan keyin to'xtamay davomli tirishib tursanglar, bu bir xil aqliy emgakdan kirgan kirim qatorida deb hisoblasanglar bo'ladi. Ko'pchilikka rahmat amsa, bugun bakchiqmu boyaqi inkaslarning oxirini ko'ray. Assalomu alaykum, rahmat, yaxshimisiz? Yaraysiz, omoq oppoq qiz. Uyu. Kichik olni. Kichik qiz olga qanaylamga o'qib ketibsizlarmi? Chiqiraq ko'p odamlar sizniki qanolingizniki xabarlaringizga shundoq Kendik Marvel Virtual Hug degan. Emojilarni yaratgan chaqda manodek xat chiqdi ekanda, bildim. Bo'ldim sizlarga ko'pchilikningki qo'llab-quvvatlab inkaslarni yozishib, shunday ko'rish jarayonida ustiga qarag'anlarni besib, taqdim vaqtdan shunday pat pranglashib tursak bo'ldi. Bugungi videorum shu yerda oxirlashdi. Bu videoniki asosliq temasi muhim temami emas. Ikkilar qatimliq o'ylaganlarim endi shu Uyg'urlarga foydali bo'lgan ma'lum bir shu kanallarni sizlarga tanishtirmoqchi. Anan o'zimiz qila oladigan ishlar deb sizlarga bir muncha tizimlarni qiladigan ishlarimiz to'g'riliq bir narsani yozib qo'ydim, u to'g'riliq so'zlamoqchi. Anandan keyin shu amaliy misollar orqali namoyishninki turlari qatorliqlar masalan boshliq e'lon qilib namoyish qilish yoki bo'lmasa ish qilib har xil turdagi shunday bir narsani so'zlamoqchi. Undan boshqa yana bir programmani tayyorlab qo'ydim. U freedom of speech, so'z erkinligiga kiradigan harakatlar deb masalan bayroqlarni ko'ydirish degandeklar so'z erkinligiga kirdi. Bayroq ko'tarish yoki bo'lmasa so'z erkinliginiki har xil tipik misollari degandek shunday videolarni, shunday temadagi bir narsani o'sha tayyorlab sizlarga bir muncha bir narsani tayyorlab qo'ydim. Shuningdek ko'pchilikningki videoni ko'rgan chog'da odatda o'zinglar boshqalarga ko'rsatishni xohlamasanglarmi, private qo'yib qo'yib, o'zinglarniki liked videosini private qo'yib qo'yib, o'zinglarniki ko'rgan barliq Uyg'urlarniki, mayli Uyg'urcha bo'lamdi, mayli boshqa tilda bo'lamdi, Uyg'urlarniki qilayotgan ishlarini qo'llash ustidan bo'lsin, ustiga barmoq belgisini besib qo'ysanglar bo'ladi. O'zinglarniki shu like barmoq bosgan videolarni boshqalar ko'rmaydigan qilib qo'ysanglar bo'laveradi. Ishqilib demakchi, bug'uni o'zaro bir-birimizni qo'llaylik. Shundoq ig'ir vaziyatda, ig'ir kelayotgan kunlarimizda bir xil ruhiy sog'lom bo'lish biz uchun intayin muhim. Ruhiy sog'lomlikda anandagi shundoq odam shundoq ruhiy zarbalarga uchrab ketgan chog'da o'zimizni qanday davolashningki birinchi qadami so'zlash.
Mayli qandaqlı iş yüz bergen bolsun, uyingizda qandaqlı cho'ng ishlar yüz bergen bolsun turmushingizda, masalan shu oilasidagi kishilardan ayrilib qilish bo'lamdi, xizmatidan ayrilib qilish qilib odamni bearam qiladigan, ruhiy sog'lomlikqa, odamga ruhiy zarba beradigan ishlarniki qutulishniki birinchi yo'li so'zlash. Mayli oilangizdagilar bilan so'zlashing, mayli do'stlaringiz bilan so'zlashing, bo'layotgan ishlarni ichingizdagidan devasangiz, içini boş tutup kaldığan hamma kishiniki bir xil usullari bor-ku. Ba'zilar aroq ichidi, tomoq chekidi, ba'zilar jimjit yalab ketadi. Men mana o'xshashlar mishillab yig'laydi degandek. Ashundoq ruhiy sog'lomlikda shu o'zimizniki sog'lom bo'lish uchun qiladigan birinchi ishimiz shundoq so'zlash. Faqat bo'lmasa mediaga chiqib, mundaq ko'pchilik bilan o'zingizniki ko'rmalar bilan paralashsangiz bo'ldi. Bu intayin sog'lomlik, ruhiy sog'lomlikni qilishning birinchi yo'lisi. Anandaki şu özünü nim qilish deymiz, chiniqish, salomatligiga dikkat qilish, har qancha yig'lab yuraklarimiz pari bo'lib ketgan taqdirda cho'qim o'zimizni asrashimiz kerak. Tomoqni yaxshi yeyishimiz va sirtlarga chiqib, cho'qim fresh air, saf havodan nafaslanib, yugurib, chiniqib, badanimizdagi oksigenlarni almashtirib deymizmi? Shunday yaxshi tomoqlarni yeb, ruhiy sog'lomlikni davolashi, ruhiy jihatdagi zarbidan o'zimizniki shu sog'lom turishniki birinchi yo'lisi so'zlash, ikkinchi yo'lisi shundoq o'zimizni yaxshi tomoqlarni yeb, ma'noda badan chiniqtirib degandek. Anandaki 3-chi, 4-chilarni emaslarga keyin boshqa bir Uyg'ur tilidagi psixik sog'lomlik bir kanallarni yana keyin ayrim tunishtirmoqchi. Bo'lsa shundoq erkin suhbat qatorida yaxshi kanallarniki shu egisini ekranga taklif qilib o'zaro parang jarayonida nurg'un narsalarni ko'pchilikdan abgorlashsaq deydigan shundoq planlar bor. Shunga ko'pchilik o'zaro bir-birimizni qo'llaylik, mana ko'rish jarayonida ular bizga qaraganda biz qo'yib o'zi. Bugungi erkin parang taqdim so'z deydiganim shunchalik bo'lsin. Amonlar. Aman bo'linglar. Xayr xo'sh.